Ey nafsim, shu paytgacha mening bo'ynimdan ip o'tkazib olgan eding. Qayerga istasang o'sha yerga sudrading. Esingdami? Endi esa men o'sha arqonni sening bo'yningga o'tkazaman. Nafsi mulhiba ilhom olguvchi nafsdir. Ya'ni Allohning ahli ilmlarga bergan nafsidir. Alloh uchun qilgan ishingizning oxiri xayrdir. Nafs uchun qilganingiz esa falokatdir. Qozi ko'zlarini uftodaning qora ko'zlaridan uza olmas, yosh boladek yig'lamsirab turardi. Dunyoda nima qilayotgan bo'lsang bilki, bu ish yo Alloh uchun, yo nafsing uchun qilinayotgan bo'ladi. Qanday baxtiyorman, sevinchim ichimga sig'mayapti. Qozi yana men tomon qaytayotgan, meni tanlayotgan edi.